Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar, yoshlar. Men oddiy bir qishloq bolasi, Andijon viloyatidan, Baliqchi tumanidan o'qib katta bo'lib, hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi El-yurt milliy jamg'armasi tashkilotida bosh yuriskonsult lavozimida ishlayman. Yoshligimdan bir narsani eslayman. 2000-yil hamda 2009-yillarda o'zimizdan taxminan 20 kilometr uzoqlikdagi bir maktab internatiga qatnab o'qigan vaqtlarim esga tushadi. Shu davrlarda eslasam, men aynan yotoqxonada yotganim sababli oilamga faqatgina bir haftada bir marta borardim. Oilam uzoqda bo'lgan. Shu sababli meni hech kim bilmaydi, kontrol qilmaydi degan mazmunda ayrim sho'xliklarga ham yo'l qo'yganmiz. O'qiyotgan joyimizga tutash bo'lgan hududlarda zorlar bo'lardi. Esimda zorga kirib, yashirincha darslardan qochib, tut yegani borardik sinfdoshlarimiz bilan birgalikda. Kunlardan bir kuni aynan o'sha tutzorning egasi bizni tutib olgan, maktab direktori o'rinbosari dakki bergandi va ota-onamizga bu haqda xabar bergan. Onamlar nima sababdan chaqirganligini hali bilmasdan turib, xavotir bilan kelib, nima qilib qo'yding, nima sho'xlik qilding, sen unaqa bola emasding-ku deb hayrat bilan ko'zimga qarab turardi. Maktab direktori esa xuddi katta bir jinoyat qilgandek bizni koyib bo'lgan voqeani aytib bergan. O'shanda o'zimcha bu ishlarni unutib olsa ham bo'lardi. Ota-onamizni 20 kilometr uzoqlikdan ishdan qoldirib chaqirib kelish shartmikan degan o'y bo'lgan va biroz achchig'im chiqqan. Lekin o'sha maktab direktorining gaplarini eshitganimdan keyin qanchalik noto'g'ri ish qilganligimni o'sha paytda tushunib yetganman. Birovni bog'iga, birovni hududiga, aynan qonun bilan qo'riqlanadigan hududga kirib, uni mulki bo'lgan narsani hech qanday izinsiz o'g'rilarcha borib egallab olganligimizni tushuntirgan. Agar bizga hech qanaqa to'sqinlik bo'lmasa yoki bo'lmasa bizga kimdir dakki bermasa, bu narsa keyinchalik shakllanib og'ir turdagi jinoyatlarga ham qo'l urishimiz mumkinligini tushuntirgan. Bu narsadan biz to'g'ri xulosa chiqargan holda kelgusida bu ishlarni qayta qilmaslik, xuddi shu kabi bizga o'xshagan, o'sha paytda aynan menga o'xshagan huquqbuzarlarni harakatlarga chek qo'yish maqsadida aynan huquqshunoslik yo'nalishida o'qishni tanlaganman. Aynan kelajakdagi o'z kasbimni tanlashimga ham aynan shu voqea sabab bo'lgan desam mubolag'a bo'lmaydi. O'quvchilar, yoshlar, noto'g'ri ishlar qilishdan o'zingizni tiying. Iloji boricha yaxshi o'qing, ko'proq bilim oling. Sizlar O'zbekistonda yangi kelajakisizlar. Shu sababli sizlarga juda katta ishonch bildirdik. Xususan men ham sizlarga juda katta ishonch bildirgan holda yurtimizda kelajakdagi eng yuqori cho'qqilarga olib chiqadigan hamma kasb egalari bo'lishlarni tilab qolaman. O'qishinglarga omad.